Soch ancha-muncha to'kilib qopti-ku. Ha, aka shunaqa bo'lib qoldi. Nimadir qilib bermasangiz bo'lmaydi, uchrashuv bor bugun. Bugun aynan siyrak sochlarni yopish haqida gaplashamiz. Ko'pchilik xato qiladi. Siyrak joyini uzun soch bilan yopmoqchi bo'ladi. Natijada aksincha ko'proq bilinib qoladi. Hozirgi kunda siyrak sochlarni yashirishning eng samarali yo'li bu maxsus topiklardan foydalanish. Topik o'zi nima? Topik bu zichlik effektini hosil qiluvchi maxsus kukun. Eng muhim qoida kamdan boshlash kerak. Ko'p sepilsa sun'iy ko'rinadi. Tabiiy effekt uchun maxsus vositani soch rangi bilan uyg'un tanlang. Bir ton och yoki to'q bo'lsa ham darrov sezilib qoladi. Soch siyraklashishi bu oddiy holat. To'g'ri turmak va to'g'ri maskalash vositasi bilan bu umuman sezilmaydi. Bunday sochlarni olayotganimizda agar tepa qismi siyrak bo'lsa, yonlarini haddan tashqari kalta qilmaslik kerak. Yumshoq o'tish ishlatiladi. Yuqorida tekstura bo'lishi kerak. Uy sharoitida sprey yoki pudrani oz-ozdan surting. Qo'l bilan emas, yengil taroq bilan tekislang. Kerak bo'lsa, yengil lak bilan mustahkamlasa ham bo'ladi. Eng asosiysi tabiiylikni saqlab qolish. Asosiysi tabiiylik va rang mosligi. Sizlar bilan Shuhrat Ismatilla rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting.